Nima uchun erkaklar emas, onasini etagidan chiqmagan yigitlar uylanadi? Qayerdan bunaqa savol, qayerdan bunaqa tema ko'tarildi desalaringizlar. Bu kishi biladi, что men ayol qizlar bilan salonda ishlayman. Ayollar, qizlar ko'p kelishadi. Yangi kelinchaklar o'shaqa temalar keladi. Ayollar bo'lgan joyda, qizlar bo'lgan joyda bunaqa temalar bo'ladi. Ko'p qizlar aytishadi, "Men erimdan so'rayman, lekin erim menga aytadilar, mendan emas, onamdan so'ra." O'zlari chiqib ketadilar. Men qaynonamdan biron joy borishga, ruxsat olishga qo'rqaman, biron qoshimni qilaman, yuzimni qilaman, kiprik qilaman desalarga, qaynonalari srozi jahllari chiqib, "Nima uchun bu bunaqa qilar ekan? O'g'limni pulini faqat salon yeb yuradi" deb qo'ymas ekanlar. Shu uchun o'g'limga biron nima olishim kerak yokida o'zimga biron nima olishim kerak deb salonga chiqadilar. Kelgan klientlar ko'pincha shoshiladilar. "Iltimos tez qilib bering, kursatga qaytishim kerak" deb. Va erlari lishniy pul bermaydilar. To'yiz har bitta berayotgan kopeykani hisoblab, unga lishniy pul bermasdan onamdan so'ra, qayerga bormoqchi bo'lsang onamdan so'ra. Qanday qilib erkak kishi to'y bo'lib, xotin olib, xotinning mas'uliyatini onasiga tashlashi mumkin? Va ko'p ayol qizlarimiz bu narsani norma deb yashab kelishadi. Sabr qilib, o'tak o'g'rincha salonlarga boradilar, o'g'rincha qanaqadir magazinlarga boradilar, o'zlariga kerakli narsalarni, pullarni, kopeykalarini to'plab boradilar va bu narsa mana bunaqa zlodeyka qaynonalarga ham yoqadi. Bir kishini mana shunaqa qilib bo'g'ib yurish. Men o'ylaymanki, erkak kishi xotiniga hech kim xo'jayinlik qilishga qo'ymasligi kerak. Ayolning onalari iliji o'zini onasi ham hech kim xo'jayinlik qilmasligi kerak. Faqatgina ayol kishi o'sha payt o'zini za mujim deb shiddat qilib biladi.